Toni Kroos o'z intervyusida Jahon chempionatini 48 talik qilgani uchun FIFAni tanqid qildi va yaqinlashib kelayotgan mundialda qaysi terma jamoalar favoritligini, kimning imkoniyatlari yuqori ekanligini aytib o'tdi. Eng qizig'i, ularning ichida Germaniya terma jamoasi mavjud emas, o'z vatani. Keling hozir kanalimga obuna bo'lib qo'ying, shu kabi qiziqarli videolardan quruq qolmaslik uchun. Men esa hozir sizlarga Jahon chempionatini tashkilotchilarini nima uchun tanqid qilganini va qaysi terma jamoalarni favorit sanaganligini birma-bir aytib o'taman. Unda boshladik. Xo'p, dastlab Toni Kroosning tanqidiga keladigan bo'lsak, Kroos FIFAni 48 talik tizimi bo'yicha shunday deydi. Aslini olganda terma jamoalarning ko'pligi yaxshi, o'yinlar ko'p bo'ladi, futbol muxlislari barcha o'yinlardan bahramand bo'lishi mumkin. Lekin guruh bosqichlarida bir tomonlama o'yinlar ko'payib ketadi. Yaqqol favoritlar ajralib qoladi va buning natijasida 5-0, 6-0, 7-0 hisobidagi o'yinlar ko'payadi. Menga esa ochig'ini aytsam, bunaqangi o'yinlar umuman qiziq emas, ko'rgim ham kelmaydi. Bu bilasizmi, turnirni darajasiga putur yetkazish ham mumkin. Shunday ekan, o'z holicha qolgani yaxshi edi, deydi. Kroosni bu boradagi fikrlarga o'z munozaralaringizni kommentariyada qoldirasiz va endi Toni Jahon chempionatida favorit sanagan terma jamoalarni ko'rib chiqamiz. Demak, bularning ichida Ispaniya, Fransiya va Portugaliya terma jamoalari asosiy favoritlar, ya'ni qolganlarga nisbatan imkoniyatlari yuqoriroq terma jamoalar sifatida qaralyapti Toni tomonidan. Xo'sh, do'stlar, siz Toni Kroosning fikrlariga qanchalik qo'shilasiz? Buni kommentariyada qoldiring.